Assalomu alaykum agentlik yana yangi videolar olyapmiz akalar. Bizga yangilangan 11.05 mini traktorlarimizga yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalimizga like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyaga yozib olmoqchi bo'lsanglar akalar, biz hali 1000 ta obunachi bo'lganimiz yo'q akalar. Unda hozirda tanishtirib boshlaymiz akalar. Unda birinchi o'rinda shu oldingi 11.05larimiz ikkita dinamlari bor. Mana bu yerda bitta va mana bu yerda esa bittagina. Mana shu dinamo bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz dinam bittayni xolos deganlar uchun mana bu yerda rayman orqali o'tgan, mana shu yerda dinamo bor akalar. Dinamo orqali ikkovi dinamo orqali zaryad oladi akalar. Balonlar razmeri bo'ladi. Korobkalar katta bartoy korobkadan orqasidagi 1.30 lik frezasi inshasi o'zini ko'tarib tushirishga qodir akalar. Sidinalari razmeri bo'ladi. Sidinalar oldinga orqaga borib keladi akalar. 6 ta skorost bilan joy moslashtirilgan akalar. Bu tomonga bir zatni 2 va 3 qo'yilgan, palejni, profeshni hamma yoq qo'yilgan va balon blokirovkasi qo'yilgan. Balon blokirovka nima ukam deydiganlarchi, yer ichiga solib qo'yganlardan keyin blokirovkani tushirib qo'yadigan bo'lsalaring, traktor botib qolmaydi. Loyli joyda ham umuman botib qolmasdan harakat oladi akalar. Palejni bilan blokirovkani tushirib qo'ysalaring, ikkala balon ham tortishga hisobiga umuman traktor botib qolmaydi akalar. Mana bu yerda o'zini yangi original ko'tarib tushirgan masalalarni qo'yilgan akalar. Tormoz, sebilen va gazlardan mo'ljallangan akalar. O'zini voziqlari masliniy voziqdan bo'ladi akalar. Radiatorlari mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Radiatorlari antifriz yoki suv quyib qo'yganmislaring, yozda chillasida ham umuman qizib ketmaydi akalar. Oldida faralar qo'yilgan, tunda ishlatishga akalar. Starterlar ham katta starterlarni, akkumulyatorlar katta geliy akkumulyatordan qo'yilgan akalar. Hozirda biz o'zini mana bu relesi o'lib qoladigan hisobiga biz sizlarga yangi relay qo'yib beryapmiz. Mashina relaysidan bu umuman o'lib qolmaydi. Bitta dizavod qiladi, yarimta kalki dizavod qiladi akalar. Bu traktorimizda ham xuddi shunday, mana yangi relay qo'yilgan akalar. Keyingi yangilik traktorimiz akalar, bunga ham shu yangi relaydan qo'yilgan. Narik traktorimiz motor bilan bir xil, korpuslari, korobkalari ham bir xil bo'ladi, faqat buni balon razmeri bo'lmaydi akalar. Buni ham narxi 28 million so'm. Bu balon razmeri bo'lmaydigan variantidan, faqat korobkalari katta xolos. Balon razmeri bo'ladigandan farqi shu, balon razmeri bo'lmasligi xolos akalar. Frezasi, korobkalari bir xil bo'ladi akalar. Orqa insha ko'tarib tushiraveramiz. Orqa tomondagi ko'rinishda bemalol ko'raverasizlar. Bu kichkina variantimiz bilan narxi 25 million 300 ming so'm bo'ladi akalar. Kimga xuddi shunday mini motobil kerak bo'lsa bilan aloqaga chiqaverasizlar. Bizda Instagram kanalimiz ham bor. Agrotexnika Farg'ona deb yozsalaring chiqadi akalar. Instagramga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Like, podpiska, ya'ni obuna va kommentariyaga yozib, omad so'zini yozib, o'zlariga ma'qul kelgan traktorlar yozib qo'yishni unutmanglar akalar. Va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doim eslatamiz akalar. Chunki bizda yaqinda 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Manzilimiz esa Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahar sentrida, vokzal tomon yurganda soliq va hokimiyatning to'g'risida joylashgan ekan. Kelaverasizlar, bemalol jonlaringiz sog' bo'lsin. Tomosha uchun rahmat akalar.